Assalomu alaykum. Lombali ishqibozlari. Mana bunaqa basseynni podvalga o'rnatdim. Tagiga to'pli pol shunaqa qilib chiqdim endi. Tavakkal sinib ko'ramiz. Montajlarni qilib qo'ydim. Xudo xohlasa ko'ramiz. Ishlatib, Xudo xohlasa natijasini aytaman. Shu yerga 5 sant 10 santlik lombaliq nimalari bor, lichinkalari. Shuni qishda boqsak bo'ladimi, bo'lmaymi? Eksperiment birinchi marta. Xudo xohlasa ko'ramiz. Bu tarafida ham joy bor ozroq. Bu yoqqa ham bitta basseyn qo'yib ko'ramiz, xudo xohlasa.